Naqd emas demayapti. To'g'risi dehqonlar hadeb chiqolmaydi internetga. Narxiga tayyorli ham ko'rmaydi. Men ham qancha sotsamikin deydi. Misol uchun yaxshi pulga olganmiz, yaxshi pulga sotish nima emas endi. Egasiga berib foydalansin demoqchiman. Mashalloh havas qilganlarni muomalasida to'lib tursin. Aka-ukalarim, dehqonni mehnatiga birdan like bosib qo'ying, ishga voziga yetib borsin, inshaalloh olgan odam barakat topsin. Hurmatli chorvadorlar, bilasizlar, naslli buqani o'zi tayoz. Dehqondan toza qonli limuzin buqa chiqib qoldi. Hurmatli aka-ukalar, 5 oylik paytda olgan ekan, 9 oy baqibdi, 14 oylik bo'zay. Eng qizig'i qaranglar. Mana shu bola o'rganib qolgan ekan. Olma bersa qarang, yeyishni qarang. Mashalloh. Tonna bo'ygur, olgan odam barakat topsin. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, nasl ishqibozlari. Limuzin buqa istab yurganlarga mana variant akalar. O'zbekiston bo'ylab sotilaveradi. Dehqonchilik 9 oydan baquvda turgan nasldor limuzin buqa. Buni qarang, jonivorda. Mashalloh havas qilganlarni muomalasida to'lib tursin. Aka-ukalarim, dehqonni mehnatiga birdan like bosib qo'ying, ishga voziga yetib borsin, inshaalloh olgan odam barakat topsin. Biz Andijon viloyati Jalaquduq tumani Oyim qishlog'idamiz akalar. Lakasa bo'ylab keldim. Lakasa beradi, kelib, ko'rib, xudo xolos savdolashaverasizlar. Mana qarang. Tumshuqlari, shoxlari ham jichcha chiqib qatgan. Mana u qulog'ida skanerlar hammasi bor. Mashalloh. To'liq qilib ma'lumotlarni beramiz egasiga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Duzimsiz? Sog'lomsizmi? Bitta baqibsiz, zo'rdan baqibsiz-da inshaalloh, ha? Endi havasga biz ham baqib qiziqamiz. Qiziqasiz. Zot omadingizmi bundan? Yo'q. Akalar, zot olmagan yakka. Omalekin harakati bor, omalekin molga nima qilyapti? Qo'shnilar mol mo'rab qo'ysa, eshitib turadi, tinglar. Xullas, qo'yilmagan umuman. Yo'q, qo'yilmagan dedi. To'g'ri aytasiz. Omalekiga anaqasi bor va vajohat. Endi hali yosh deyapsiz. Necha oy payt oldin dedingiz? 5 oy dedingizmi? 5 oyligida olganman. Xo'p. Bir 22. Mana akalar. Yemda xullas makkani maydalangani ko'rindi. Shu. Aha. Xullas Silyoz. 9 oy vaqtingiz. Yo'q, 5 oy. Ha, 5 oy vaqtingiz. 5 oydan beri ashi 1,5 kilo, 2 kilo yeb turadi. Ha, hozir o'pishida necha oy vaqtingiz? 9 oy. 9 oy vaqtingiz. Xo'p. 5 oydan beri shu nima yeb turadi? Makka uni yeb turadi. Makka uni yeb turadi, kepek aralashdi. Tushunarli. Aralash. Hozir buni yosh, to'liq yoshi necha yosh endi? 15 oylik. 15 bo'lsa kerak-da, meni nimamda. Kuragi yo'q ekan, ko'rdik. Kuragi yo'q ekan akalar, ko'rdik. Buni qarang. Olma yeyman deyapti-da bu mana. Shoqini ko'ring. Haqiqiy. Mana u qulog'ida skanerlari ham turibdi. Bir silenchi. Bu ancha chito bu, ha? Buni qarang, olma yeyishini. O, ko'kraklari hamma yo'q chiqib qoldi. Makka. Bu qarang tagini. Bunaqa kel. Hali began odam kelsa yotirib qo'yadi bu. Jinni. Cho'mirtiraman buni. Yo'q-a. To'g'risi bor-ku. Haligi mohonangizga kirsangiz, kayfiyatingizni ko'taradigan buqa ekanda. Kel. Bu faqat zagonda yuradi shunaqa bo'lib. Mashina yuradi. Baylanmagan. Yo'q. Baylanmagan. Kel. Tek. Yotirib qo'yapti bu. Ha, biznikilar yotib qo'yapti-da. Bitta odam qaraganda o'g'lim bilan ikkovimiz. Ha, endi begona odam kelsa, baribir biladi-da, mol ham to'g'risi. Mol ham biladi. Xo'p, akalar, mana holat. Yemoq-ichmoqga gap yo'q, muammo yo'q. Bo'y bastlar necha chiqaradi endi buni? Bo'y bastisi. Men bir 55, bir 60. Yo'q, Yo'q-a. 140 chiqsa kerak. 140 kerak, ha? 35 tepasi bo'lishi. O'shanaqa mol kichkina mol emas, lekin 1,5 metr chiqmaydi-yu, 140 chiqadi. Lekin bu ancharoq polvon, mana oqalari ko'ryapsizlar, chiziqlari ham bor. Endi toza dumida ozgina oqi bor deydi-yu, o'shanaqa dumida oqi bor. Toza limuzin buqa. Mol qizib qoldi-da. Endi O'zbekistonda chorva qiziqqanlar biladi. Ehtiyot bo'ling aka, ehtiyot bo'ling.
hazillashyapti ekanda. Hazillashyapti. Ehtiyot bo'ling. Birinchi o'rin go'shtdorlik bo'yicha, zot bo'yicha bilasizlar, foiz ko'p beradigan bo'yicha limuzin sorti. Keyin simental turadi, to'g'rimi? Xo'p, akalar, dehqondan xudo xolasa baxtsiz tonna bo'ladigan limuzin buka ishquvozga sotiladi. Endi akalar, bularda bozorga olib chiqish xato. Akamiz ham ishquvozga beri, tonna qilib boqsin yoki zot olsin deb to'g'risi gibrid qilib olishyapti. Simentali qo'yib qo'ysangiz, xunachilarga mashinadan tushib qolsa ham zo'r tushadi, xudo xolasa. Yoki limuzin, xunachilar qo'yib qo'ysangiz, endi limuzinda tagi oz, narxi qimmat, akalar bilasizlar. Dehqondan kichkinasini ham palon pul olyapsiz. Bu kichkina buka emas. Rosa ishlaydigan paytda zagon qo'yib yuborsangiz, mana havolar zo'r. Shunaqa paytda mana qishga davr inshaalloh zot olasiz. Olgan odam baraka topsin aka. Ma'lumotlarni yana to'liq qilib berasiz telefonda. Endi qiziqqaniga narxini aytaylik, bir olib ketsin, sizdan olib kerak bo'lsa foydalansin. Foydalansin. Bu qiz hamma joyi kelgan zotda, endi zot. Xo'p. Ma'lumotda 14-15 oylik deyilyapti. Hali kuragi yo'q. Kuragi chiqqancha katta bo'lib ketadi hali. Qanchaga beramiz buni? Sotkiz yo'q shekilli. Naqd emas kelmayapti. To'g'risi dehqonlar hadib chiqolmaydi internetga. Narxiga tayyorligi ham ko'rmaydi. Men ham qancha sotsammikin deydi. Misol uchun yaxshi pulga olganmiz, yaxshi pulga sotish nima emas endi. Egasiga berib foydalansin demoqchiman. Mol zo'r, ko'ryapsizlar, sakrab yurib, o'ynab yuribdi. Gap yo'q molga. Havas qildim. Nech pulga beramiz? Chiroyli qilib ayting. 52 demoqchi edim, 50 ga 50 millionga. 50 million. 50 millionga akalar beraveraman deyapti. 50 millionga magazinda qilmang. Savdo pishish uchun magazinda qilmang. Kelaversin mayli. Qo'lingizda xayri bor. Mol baqqan inson ekansiz. Oldin mol baqqaman deb eshitdim. Endi nasib qilsa kichikroqdan olaman deyapsiz. Bunga sherik berman deyapsiz. Akalar, endi to'g'risi bitta o'zini baqqisi kelmayapti ekan. Kichikroqlardan zotdor simental meni mana shunaqangi limuzinni olaman deyapti. Endi shuning uchun sotyapti, yaxshi niyatda. Endi buni o'zi buni turgizish xato. Nimaga? Bu zotlarni ham shu xunajim qo'shib bo'lsa ham ovosh yoki katta firmalar olib zot olib qolsa, to'g'risi bizning chorvamizga foyda bo'ladi. Aka-ukalar, zotga sotiladi, to'g'risi, zotga. 50 millionga magazin narxi o'tib beradi. Dastlabkasini mashina topib beramiz-a? Tanish bilishlardan. Mashina chiqadi, xudo xolasa, topib beriladi. Jonivor. O'ynashkisi kelyapti. Zo'r buka, zo'r. Jonivor. Tumshuqlarni ko'ryapsizlar. Haqiqiy toza limuzin buka. Bir chiqardim. Mart oyida chiqarganman. Obunachilarim ko'rgan, kichkinasini chiqarganman shuni. Yana kelib ko'ringlar. Ancha bo'ldi, mart oyida chiqarganman. Dehqondan edi, kichkinasi edi. $3,500 narx aytgan. 200 ming so'm kam 3,5 ming dollar sotgan kichkinasini aka. Ko'ringlar videosini. Bu akalar undan ancha katta. O'sha insonlar sotib paxtavodlarga olib ketgan ekan, Andijon paxtavodni o'zimizda qolgan ekan. Xullas, o'shanaqa o'zgarishini ko'rib, shunaqa tez o'zgardi deyapti. Kichkina edi, bo'sh tez o'zgarib ketdi. Endi bu ham mana olganingizda bo'lsa kerak, bu. Mana shu 5 oydan beri yem yeyapti-da endi. 5 oydan beri. Gitcha bo'lsa kerak, olgan paytingizda. Jindak edi, bo'zak edi. Shundan tez o'zgarganda bu o'zgarish shunaqa bo'ladi. Haligi O'zim ham ish qilganman. 15 oylik holatda mashincha bo'lsa, endi qo'ying aka. Inshaalloh baxtsiz tonna bo'ladi. Olgan odam baraka topsin, telefon qilaverasizlar, ish quvozga inshaalloh sotiladi. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Salomat bo'linglar.